men aytganimdek, mana mulla bobomiz ham yetib keldilar. Emetcan aka, siz ham kelib turing. Meni yanıma, mana bütün konu qo'shnilar nomidan, keksa avlod vakillari nomidan hurmat bilan so'z tabrik uchun. Assalomu alaykum. Aziz do'stlar, uzoq yaqindan kelgan bugungi shodiyonaning ishtirokchilari. Bu shodiyona inson hayotidagi eng tengi yo'q shodiyonalardan biridir. Bu oila degan muqaddas nom juda uzoq tarixga ega. İnsaniyet cemiyetinde bu oilani birinci marta Odam ata, Havo momolar qurganlar. Shundan bizlarga meros ota-onaning farzand oldidagi birinchi asosiy burchi bo'lib qolgan. Bugun quvondik buvamiz ana shu o'zining farzandi oldidagi Allohning farzini ado qilyapti. Qayerda farz so'zi bo'lsa Allohning buyrug'i deb tushunmoq lozim. Ana shu farz bu. Bu to'yni hech bir to'yga tenglashtirib bo'lmaydi. Shuning uchun inson hayotidagi eng muqaddas to'ylardan biridir. Allohning kalomi Qur'oni Karimda 114 sura bor. 1236 oyat borligini bilamiz. Shu 114 suraning 20 surasida oilaviy munosabatlar haqida gap boradi. Asosiy e'tibor oilada bola tarbiyasiga qaratilgan. Bundan tashqari mana 1996-yildan beri bilasiz prezidentimiz har bir yilga nom qo'yib kelyapti. 96-yilni Amir Temur yili dedi, shundan keyingi yillara nom qo'yib kelyapti. Qo'yilgan nomlarning deyarli hammasi oilaga bog'langan. Amir Temurning oilasi ham bir inoq ahil oila bo'lgan, shuning uchun ulug' inson yetishgan. Undan keyingi ana bola deb qo'ydimi, Barkamol avlod deb qo'yildi. Obod mahallami, qaysi birisini aytsangiz ham oilaga borib taqalaveradi. 2003-yilni qariyalarni qadrlash yili deb qo'ydi. Qariyalar qayerda qadrlanadi? Oiladami? Ana shuning uchun bugungi yil yana oila yiliga qaytib, unga yana mustahkam so'zini qo'shib, mustahkam oila deb qo'ydi. O'zbekistonda 7 milliona yaqin oila bor. Ana shuning qatorina yana bugun bir oila qo'shilyapti. Kelin va kuyovlarga mustahkam sog'lik, mustahkam oila qurishlarini tilayman. Bu oila hozirgi bo'layotgan hayotimizdagi oilaviy hayotdagi narsalarning hammasini deyarli Odam ata, Havo momo hayotlarida Allohim ko'rsatgan. Oilaviy munosabat, oilaning huzur halovati, oiladagi muhabbat, mehr, oiladagi ayriliqlar, iztirobi hammasi ko'rsatilgan. Shuning uchun oilani muqaddas bilmoq kerak. Kelin-kuyovlar ahil, inoq bo'lmoqlari kerak. Oilada ahillik, inoqlik bo'lsa, shu oila farovon bo'ladi, shu oilada sihat, salomatlik bo'ladi. Shuning uchun bular qurgan bugungi oila, mustahkam oila yilida eng bir ibratli, ahil, inoq, chiroyli oilalardan birisi bo'lsin. Atrofdagilarga, qo'ni qo'shnilarga ibrat nomini olgan, mehnatsevar, ilmsevar oilalardan birisi bo'lsin. Aziz do'stlar, hammangiz farzandlaringizning kamolini ko'rib, o'g'il qizlaringizni uylantirib, oilali qilib, ularning rohatini ko'rib, quvonchini ko'rib, shodlanib yurmak hammangizga nasib ro'zatsin. Hammangiz uying to'lqani bo'lsin, doimo to'ylarda uchrashaylik. Xudoyim bularning nikohini, bularning to'ylarini Allohim o'zi muborak qilgan bo'lg'ay. Rahmat. Katta rahmat. Bugun aytilgan so'zlar, o'qilgan duolarni hammasi yaratganning dargohida ijobat bo'lsin. Ko'plab muxlislarimiz Xorazm shegohini iltimos qilib turibdilar.
san'atga baxsh umrning ajib mo'jizasi bor. U dunyoni tark etsa, undan dunyo qoladi. Odam umri san'atli, qo'shiq umri poyindor, navosoz yuraklardan o'lmas navo.